Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglovchilari. Kitob anglitish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli, Tadbiriyay nashriyati, ovozda Xadicha Uyg'ur. 17-qism. 3-bob Asosliq haq-huquqlar. 1-paragraf Kishilik haq-huquqlar. 1-cho'ng tema Hayotliq yashash huquqi. 1-si Qur'on insonni oldin qo'rin qo'ydi. Qur'onning insoniyat va kichik huquqqa qanchalik ahamiyat berilganligini mulohaza qilgan vaqtimizda biz yana insonlarning insonlarga solgan azob-oqibatlariga qarab chiqishimiz zarur. Ma'lumki, Qur'on insoniyatning ba'zi davrlarini jahiliyat deb ataydi. Undaqda Qur'onning tarixining muayyan davrini jahiliyat davri deb atishning o'lchami va sababi nima? Mana bu savolga berilgan javob Qur'onning insonga ahamiyat berishini va inson uchun nimalarni qilmoqchi bo'lganligini ko'rsatib berdi. Qur'on insoniyat tarixining bir davrini jahiliyat deb atagan vaqtda insonning insonga qilgan muomalasini o'lcham qiladi. İnsanның insan xorlishi, haq-huquqini dafsanda qilishi, ekspluatatsiya qilishi va xorlishi qatorliqlar ularning jahiliyat odami degan nomni elishiga sabab bo'lgan. Biz Qur'onni axloq, siyosat va qonun jihatdan tahlil qilganimizda, insoniyat tarixining 3 jahiliyat davrini boshdan kechirganligini ko'ramiz. Birinchi, axloqiy jahiliyat davri. Qur'onda Lut qavmi deb atalgan xalqning halok bo'lish sababi Qur'onda aniq bayon qilingan. Lut xalqining eng ro'shan allayligi erlarning jinsiy parakandachiligi bo'lib, erlarning ayollarni bir chetga qayirib qo'yib o'zaro bechivozlik qilishining jamiyatni qoplab ketishi. Shuning bilan jinsiy axloqning buzilishi qatorliq omillar bu davrning jahiliyat davri deb atilishiga sabab bo'lgan. Bu ahvol Namr surasining 55-oyatida mundaq tasvirlangan. Sizlar ayollarni tashlab shahvatinglarni erlar bilan qondiramsizlar? Darvaqa sizlar jaholat paydo qilgan xalqsizlar. Ayollarni qayirib qo'yib, erlar bilan jinsiy munosabat o'tkazish tabiat qonuniga xilof ozg'un qilmishdir. Shunga insonning o'z tabiatiga zid keladigan bu qilmishi jahiliyat qilmishi bo'lib hisoblandi. Jahiliyat qilmishida aql, fikr va insonga hurmat qatorliq qimmat qarashlarga o'rin yo'q. Aql, fikr va insonga hurmat kamchil bo'lgan ish-harakat tabiatning qonuniyati bilan to'qinishidi. Şoňa bu toqunuş tabii halda jahiliyet dep atıldı. Qısqası axloqiy qimmat qarashini depsanda qilib, o'xshash jinsdagi insonlarning bir-birini jinsiy jihatdan parakanda qilishi, ya'ni bachchivozlik qilmishi insoniyatning tunji jahiliyat davrining gavdalik xosligi hisoblanadi. Ikkinchi, siyosiy jahiliyat davri. Musa payg'ambar tug'ilishidan ilgari sehrgarlar bir avanga bir bola tug'ilib seni taxtingni ag'dirib tashlaydi, dedi. Shundan keyin Firavun har kuni yangi tug'ilgan o'g'illarni o'ldirishga boshladi. İnsanның siyasi mənfəət üçün yeni bir insanı öldürüşü insaniyyətin ikinci cahiliyyət dövrünün barlıq kelişiga səbəb bolğan. Diqqət bilən nəzər salğınımızda bu yerdə bu insanın insan tutqan qəbih muamelesi ölçəm qılınğan. Firavunның özgə rəqib dəb qarğanlıq üçün ərlərini öldürüb, ayallarını sağ qoyuşı insaniyyət tarixidəki ən zulmətlik dövrünü barlıq keltirgan. 3. Qanuni cahiliyyət dövrü. Qur'on Karim kelgan davrda Arab xalqi boshdan o'tkazayotgan davr jahiliyat davri deb ataladi. Bu davrda qiz farzand oilaning aybi deb qaraldigan bo'lib, mushi sababdan qiz farzandlar begunoh o'ldirilgan edi. Bu davrda ayollarning hech qanday haq-huquqi yo'q bo'lib qolmay, ularning mavjudligi nomussizlik deb qaralgan. Qonuniy jihatda hech qanday salohiyati bo'lmagan ayol tirik dafn qilinadi yoki tovar sifatida muomala qilinadi. Erler ayolları qilgan bu zulüm səbəbidən məzkur dövrni tarixda cahiliyət dövrü deb xatırlayan. Əgər diqqət bilan nəzər taşısaq, 3 dövrün ortaq alayliginin insanın insan tutqan noto'g'ri muomalasi ekanligini bayqaymiz. Bu yerdə Qur'on məzkur dövrlərdəki qəbih qilmishlarni tasvirlash orqali insonlarning qiymatini gavdlantirib, insonning insonni xo'rlashini ayiblaydi. Kişilərinin bir-birini qadrlashi va hurmat qilishini madhiylaydi. Shundaqla buni eng chong ibodat deb qabul qiladi. Shunga Qur'on kishilarni jinsiy tuyg'ularning ozg'un ta'siridan qutuldirish, ularga inson bo'lish sharafini his qildirish va ularga hayot yashatqizish uchun tushdi. U insoniy huquqni haqoratlash, dafsanda qilish va uningdan foydalanishning cho'ng gunoh ekanligini jakorlash uchun tushdi. U kishilarga insonning eng cho'ng qimmat ekanligini aytish, bildirish uchun tushdi.
U insonning insonni xorlashi, haq-huquqini dafsanda qilishning cho'ng gunoh ishkanligini jakorlash uchun tushdi. U insonning eng ulug' maxluq ekanligini insonning o'ziga bildirish, uning izzat hurmati bilan o'ynashish va uni salbiy usulda ishlatishning insoniyat uchun atom bombasining portlashiga xatarlik ekanligini eslatirish uchun tushdi. U inson bo'lishning izzat hurmatini qo'g'dash va sharafni yaxshilash uchun ilib berilgan baliq faoliyatlarning Allohning nazarida qanchalik muhimligini, shundaqla to'limi qadrli ekanligini e'lon qilish uchun tushdi. U azob sababdan ingrayotgan insonning noli faryodini to'xtatish va umidsizlik ichida azob oqibat chekayotganlarga shifo tepishning haqiqiy ibodat ekanligini jakorlash uchun tushdi. Shunga kelinglar, insoniyatga joliyatning 4-davrini boshdan kechirgizmayli. Ayollar chetga qiqilgan, shahvat uchun xo'rlangan, urib so'qilgan va pul uchun tovar sifatida sotilgan dunyoga xotim berayli. Ayollarimizni razillik patqiga ittirmayli. Amaliyotda ular suyumli kishilar bo'lishga texim loyiq. Chunki ular payg'ambarlarni tug'ib sut bergan. Ularni razil maqsadimiz uchun vosita qilmayli. Sababi ayollar urib so'qilgan, xo'rlangan va izzat hurmati ikki pullik qilitilgan dunyo hargizmi pazlatlik bo'lolmaydi. Balalar ko'chada qilib tugumas xiyim xatar qo'ynoq tashib o'tilgan dunyo madaniyatlik dunyo bo'lolmaydi. Shaksizki Qur'on insonlarni hurmatlaydigan manfaat uchun emas, balki chin samimiyatda o'zaro yiqilishadigan, bir-birining xizmatini qilishni ibodat deb qaraydigan go'zal mehrlik dunyo barpo qilish uchun kelgan. Afsuski biz kishilarga azor berib Qur'onni yig'iltyapmiz, uni ranjityapmiz. Shundaqla bu tufayli uning qo'limizdan chiqib ketishiga sabab bo'lyapmiz. Mana bu ahvol bizni qorong'ulik, jaholat ishtirdi va bizning 21-asrda jaholiyatni boshdan o'tkazishimizga sabab bo'lyotidi. Agar biz insonlarni yaxshi ko'rsak, ularning izzat hurmatini qo'g'dasak, ularni hurmatlasak va ularga xizmat qilishning ibodat ekanligini qabul qilsak, u holda Allohni xursand qilib, qorong'u bulutlarni insoniyat ustidan ko'tarib yetalaymiz. Ikkinchi, Qur'on yashash huquqini ta'kidlaydi. İnsaniyat tarixining tunji qorong'u mezgilini Hazrati Odamning o'g'illaridan birining yana birini o'ldirishi barliq keltirgan. Qur'onda insonning insonni o'ldirishi, qinin to'kishi va birovni yashash huquqidan mahrum qilishi sherik keltirish gunohidan qolsa eng cho'ng zulm sifatida ko'rsatilgan. Qur'onda bir odam faqat yo'lliq sabab bilan o'ldirishga bo'lganligi bildirilgan. Ya'ni o'zini qo'g'dash, shundaqla dinini, vatanini va izzat hurmatini qo'g'dash uchun hujumlarga qarshi turish yo'lliq sabablar bo'lib hisoblandi. Bu sabablardan boshqa har qanday sabablar bilan bir odam hujum qilish, uni o'ldirish va uni yashash huquqidan mahrum qilish yirtqich hayvonlarning ishi xolos. İnsonni bu vahshiylikdan qutuldirish uchun ulug' Alloh samoviy kitoblarning hammasi degidek boshqalarni o'ldirishni cheklagan va insonlarning yashash huquqini barcha huquqlardan ustun ko'rsatgan. Chunki yashash huquqi bo'lmagan kishining boshqa huquqlaridan eg'iz ochqili bo'lmaydi. Maida surasining 32-oyatida ulug' Alloh Isroil o'g'illariga qanday sharoitda odam o'ldirishga bo'lganligini, muhimi bir odam o'ldirish yoki uningga hayotlik ato qilishning nimadan derak beradiganligini bayon qilgan. Oyat tuvandagidek. Shu sababdan Tavratda Isroil avlodiga hukm qildiki, kimiki nahaq odam o'ldirmagan yoki yer yuzida buzuqchilik qilmagan bir odam o'ldirsa, u butun insonlarni o'ldirgandek bo'ladi. Kimiki bir odam tirildirsa, ya'ni qutqizsa yoki hayot qilishiga sabab bo'lsa, u butun insonlarni tirildirgandek bo'ladi. Rasul, elchimiz Isroil avlodiga rostilla ro'shan mo'jizalarni ilib keldi. Ammo shundan keyin ularning to'lisi zaminda haddidan oshquchilardan bo'ldi. Oyatni astoydillik bilan tahlil qiladigan bo'lsak, tuvandagi hukmlar ustida to'xtalishga to'g'ri keladi. Fasod, ya'ni fitna fasod terish bo'lsa, jamiyatning tartibi, inoqligi, muqimligi va saodatini buzadigan terrorlik harakatlarini qo'llanish, kishilar orasida qalaymaqonchilik keltirib chiqarishni bildirgan. Hammaga qodir Alloh Baqara surasining 141-oyatida jamiyatda fitna fasod chiqarishning odam o'ldirishdan xatarli ekanligini ko'rsatib o'tgan. Chunki kishilarning tinch va bexatar turmush kechirishi Allohni xursand qiladi. Din va payg'ambarlar shu sababdan avatilgan. Shunlashqa Qur'onda tinchlik va bexatarlikni buzdiganlar, fasid, buzg'unchilar deb ta'riflanib qolmay, yana ularga qarshi kurash qilish tashabbus qilingan.
Allah nurg'un oyatlarda jamiyatning qimmat qarashiga hujum qilish va ularni yo'qotishga urinishning intayin xatarli qilmish ekanligini ko'rsatib qolmay, buning oldini qandoq ilishnimi alohida ko'rsatib bergan. Agar Alloh insonlarning ba'zisini ba'zisi bilan to'sib qilolmagan bo'lsa edi, yer yuzi fasodga, buzg'unchilikqa to'lgan bo'lardi. Baqara surasi 251-oyat. Agar Alloh insonlarning ba'zisini ba'zisi bilan to'sib qilolmagan bo'lsa edi, Allohning ismi tilga ilingan monastirlar, cherkovlar, ibodatxonalar va masjidlar vayron qilingan bo'ladi. Haj surasi 40-oyat. Bu ikki oyatdan tuvandikilarni yakunlab chiqalaymiz. Hammaga qodir Alloh yaxshi kishilar bilan nachar kishilarning jamiyatga yoki insoniyatga ilib kelgan ziyinning oldini oladi. Agar bu oldin ilish bo'lmasa edi, yer yuzi jazman fasodga to'lgan bo'ladi. Qəbih kişilərin buzğunçılığı hətta ibadətxanalarına sozulğan olub, Allah ibadətxanalarını veyran qilishni məni qılıdı. Şəksiz ki, ayətdəki ibadət orunları bir cəmiyyətin qədir-qimmat sistemini namayan qılıdı. Allah cəmiyyətin universal milli qiymət qarashlarına dəxil dəruz qılğanlarının bu qılmışını to'sish məcburiyyətini yaxşı kişilərin zimmisiga artqan bo'lib, tinchlik va xotirjamlikni saqlab qilishning bu mas'uliyatni ado qilish bilan zich munosabatga ekanligini aniq ko'rsatib bergan. Qisqasi, jamiyatning tinchligi, xotirjamligi va qimmat qarashini buzish, shundaqla jamiyatda ziddiyat paydo qilish qilmishlarini Qur'onda fasod hukmi bilan ifodalagan. Deyalaymiz-ki, aniqki bu qilmish jazoga mahkum. Bir kishini nahaq o'ldirishni butkul insoniyatni o'ldirish bilan o'xshash deb qabul qilgan Qur'on, bu orqali o'zining kishilik hayotga qanchalik ahamiyat beradiganligini ko'rsatib o'tgan. Shunga bir insonning yashash huquqini butkul insoniyatning yashash huquqi bilan tangdosh deb qaraydigan Qur'on, yashash huquqini kishilik huquqining ul asosi qilgan. Yana bir tarafdan Qur'on bir jonni qutqizib qilishni butun insoniyatni qutqizib qolganlik deb qaraydi. Chunki ichki a'zosini taqdim qilish orqali bir jonni qutqizib qilish bilan a'zo ko'chirish operatsiyasi qilgan doktorlarning ish harakatlari o'xshash qimmatga ega. Shunga bu xil usulda bir jonni saqlab qolganlar o'zining butkul insoniyatni qutuldirib olganligini idroq qilib faxrlansa bo'ladi. Qur'on faqat kishilarning yashash huquqi to'g'risida to'xtalmaydi. U yana har bir jonliqning yashash huquqining muhimligini ta'kidlaydi. Qur'onning nazarida hayvonni nahaq o'ldirish, dal-daraxt va o'simliklarni kesish ham sundirishmi cho'ng gunoh hisoblandi. Albatta, bu belgilim bilan Qur'on muhit ekologik tangpolg'ini qo'g'dash engin barpo qilishni maqsad qilgan. Qur'on yana jonliqlarning hayotiga xavf yetkazgan bo'lg'achqa, suv, havo va quruqlikning bulg'anishini fasod deb tasvirlagan bo'lib, u fizikalik muhitning naqadar muhimligini ta'kidlash bilan birlikda, uni qo'g'dash uchun qilishga tegishli barliq xizmatlarning muhimligini maxsus eskartib o'tgan. Allohning Hazrati Odam alayhissalomga daraxtni, Samud xalqiga to'gini, Talut davrida suvga qo'l uzatishni, ya'ni bularga ziyon yetkazishni cheklashi, insonlarga muhit asrash engini singdirish va ekologiyalik tangponglikning muhimligini o'rgatish uchun edi. İnsanlarga va muhit qilingan barliq xizmatlar insoniyat madaniyatini yanada yuqori ko'taradi. İnsonni yaxshi ko'rish bo'lsa, uning muhitini bulg'amaslik orqali ayon bo'ladi. Muhitni bulg'aydiganlar kishilarning huzurini buzib qolmay, yana ularni halokatga so'raydi. Shunga muhitni asrash kishilarni va boshqa jonliqlarni qutqizish bo'ladi. Yig'inchoqlaganda shuni bilish kerakki, kishilarning yashash huquqi uchun qilingan tegishli har bir ish faoliyat ibodat jumlasidan bo'ladi. Mavjudlik olamiga kelgan har bir mavjudiyatning bir vazifasi va vazifasi yarasha o'z ahamiyati bo'ladi. Demak, ilohiy taqdir, ya'ni samoviy plandan tuzilib mavjud bo'lish sharafiga erishgan har bir mavjudiyat o'zining mavjudligini davomlashtirish huquqiga ega. Yashash huquqi barliq huquqlarning ul asosi bo'lib, boshqa huquqlar uningdan turlanib chiqadi. Qur'on har qanday jonliqning behuda o'ldirilishini tashabbus qilmaydigan bo'lib, bu qilmishning Allohga sherik keltirish, zina qilish va nohaq odam o'ldirishdan iborat 3 cho'ng gunohning bir ekanligini bildirgan. Ular nohaq holda jonga zamin bo'lishdan iborat Alloh cheklagan qilmishni sodir qilmaydi. Furqon surasi 68-oyat. Tuanda oyatdagi ba'zi hukmlarni tushuntirish orqali bu temani izohlaylik. Birinchi, Alloh cheklagan. Bu yerdagi harom hukmi ya'ni Alloh muqaddas sifatida qabul qilgan, ahamiyat bergan va qimmatli deb qaragan degan ma'noni bildirdi. Bu xuddi masjid haram ifodasidagi harom kalimasining muqaddas ma'nosini bildirishiga o'xshaydi. Ikkinchi, jon. Biz odatdagi nafsi hukmini jon deb izohlaymiz. Jini bor har qanday bir mavjudiyat bu so'zning ma'no doirasiga kirdi.
Ösümlikler, hayvanlar ve insanların ifadələgan nefs sözü, Uluq Allah'ның bir yeşil yupurmaqni, hayvanni yoki insonni nahaq soldurishqa, o'ltirishga bo'lmaydiganligini belgilaganligini, o'simlik va hayvonot dunyosidagilarning yashash huquqi borligini ko'rsatib berdi. Hər bir canlıqni Allah'ның məxluqatları sübtida qarab, көңіл bölüş, yer şarındakı canlıqlar dünyasındakı ekologik tengpuliqni saqlashning muhimligini tushunish va bu olamlarning inson hayoti uchun qanchalik muhimligini bilish nihoyat yaxshi fazilat hisoblanadi. Həmin qadir Allah ayət insan kəlimisini emas, nəfsi yəni can uqmini işlətkən bulub, bu barlıq canlıqlarını göstərdi. Şuna Qur'an insanlarga yaşaş huquqi beriş bilanla kupaylənməy, yəni barlıq canlıqlarga mı yaşaş huquqi bergen. Demək, musulmanның yaşaş huquqiga bolğan tunuşi barlıq canlıqlarını öz içiga alıdı və şundaq buluş kerak. 3. Nahaq. Həməyə qadir Allah bu ifadə bilan kişilərinin ehtiyacı asasən ösümlük və hayvanlar dünyasının mənfəətləşinin yolunu içib bərgən. Əgər bir adam, yəni bir adamga səbəbsiz hücum qılsa, ikinci adamның özünü qoğdaş hüququ buludu. Mana muşuningdək, Qur'an insonga o'zining hayotini qo'g'dash ko'rishining qonunliq yo'lli qo'g'inish ekanligini ko'rsatib bergan. Ehtiyoji asosan o'simlik va hayvonlar dunyosini manfaatlanish ham o'zini qo'g'dash uchun kurash qilish tabiiy ahvol. Albatta, ammo bulardan boshqa har qanday sabab bilan bir jonni o'ldirish adolatsizlik bo'lib, bu Qur'onda cheklangan. Tavrat va Qur'ondagi bir oyatda bir odamni nohaq o'ldirish bilan birlikda bir jonni qutqizishning nimadan derak beradiganligini bayon qilgan bo'lib, oyat tuvandikicha. Shu sababdan Tavratda İsrail avlodiga hukm qildiki, kimki nahaq odam o'ldirmagan yoki yer yuzida buzuqchilik qilmagan bir odamni o'ldirsa, u butun insonlarni o'ldirgandek bo'ladi. Kimki bir odam tirildirsa, ya'ni qutqizsa yoki hayot qilishiga sabab bo'lsa, u butun insonlarni tirildirgandek bo'ladi. Maida surasi 32-oyat. Yuqoridagi oyatda Həmiga Qadir Allah bir insonni butkul insoniyatga barobar o'ringa qo'ygan va uningga shu darajada ahamiyat bergan. Shunga Tavrat va Qur'on kirgizilgan. Bu qimmat qarash begunoh inson o'ldirganlarning nihoyat cho'ng gunoh sodir qilganligini ifodalaydi. Yana bir tarafdan bo'lsa, oyat yana bir jonni qutqizib qilishning butkul insoniyatga hayotlik baxsh etgandek muhimligini ta'kidlagan. Undaqda bir jonni qutqizish degan nima? Ma'lumki, Kosovoga o'xshash dunyoning har qaysi joylarida insonlar nohaq o'ldirilmoqda. Shaksizki, bu kishilarni qutqizish uchun tirishayotgan kishilar amaliyotda butkul insoniyatni qutqizishdek muhim ishni qilyotidi. Maida surasining 32-oyatida Uluq Allah ularning harakatini madiylagan. Shundaqla ularning naqadar fazilatli ish qilayotganligini bildirgan. Bir odamga ishki a'zosini taqdim qilib, uni qutqizishmi mazkur oyat doirasiga kirdi. Albatta, oq qon kasaliga giribdor bo'lgan kishiga ilik taqdim qilib, uning hayotini saqlab qilishmi eng cho'ng amallarning biri. İnsoniyat insonlarni o'ldirish orqali emas, balki insonlarning hayotini qutqizish orqali o'zining madaniyatini barpo qildi va taraqqiy qildirdi. Ishki a'zo i'ona qilish va har xil yordamlar bilan kishilar amaliyotda butkul insoniyatni qutqizdi ham hayotlik baxsh etdi. Amaliyotda bu fidokorliklar odamiyligimizning va fazilatimizning jini bo'lib, hayotni qutqizish qancha muhim va fazilatli bo'lsa, begunoh insonni o'ldirishmi shuncha cho'ng gunoh va yerginish qilmish hisoblandi. İnsaniyat 21-asrga qadam qo'ygan bugungi kunda hayotlikni qutqizish tasodifiyatlar ilkiga tashlab qo'yilmasdan, balki rasmiy turda muntazam sistemli holga kelishi, apparatlashishi, ichki a'zo va yelik ko'chirish banklari qurilishi kerak. Allohga sherik keltirishning qasla eng cho'ng va eng og'ir gunohlarning biri begunoh kishilarni o'ldirish bo'lib, Həmiga Qadir Allah Qur'onda kishilarni o'ldirishning turli usullarini bayon qildi va jazolarni shu uslublarga asosan bekitdi. 3. Bir mo'minning yana bir mo'minni qasdan o'ldirishi harom. Mo'min mo'minni qasdan o'ldirmaslik kerak. Həmiga Qadir Allah bir kishini qasdan o'ldirganlarga 4 xil jazoning biri qo'llanilganligini bayon qildi. Birinchi, qisos jazosi. Ya'ni qasdan odam o'ldirgan kishiga jonga jon elish jazosi berildi. Ikkinchi, xun haqqi, ya'ni to'lam berish jazosi. Uchinchi, afu qilish. Allah Baqara surasining 178-oyatida begunoh odam o'ldiruvchiga yuqoridagi 3 xil jazodan birini berishni bekitgan bo'lib, meyitning varislari bulardan birini tanlaydi. Sotchi qozi hukm qiladi. 4. Begunoh insonni qasdan o'ldirishning jazosi do'zaxda mangu qilishdir. Nisa surasi 93-oyat.
To'rtinchi xil jazoda hech kimning tanlash huquqi mavjud emas. Qasddan qon to'kkan odam oxiratda jahannamga o'tin bo'ladigan bo'lib, Ulug' Alloh u to'kkan har tomchi qonni uni azoblaydigan o'tga aylantirdi. Sababsiz yoki kichik bahonalar bilan insonlarning qinini to'kkanlar bu dunyoni do'zaxga aylantirmoqda. Dushmanlik, adovat, o'chmanlik va nafrat tuyg'usi kishilar bu dunyoda barpo qilgan qon do'zaxining yiqilg'usi bo'lmoqda. Bu do'zax o'ti to'xtamay pöylenib, o'ti ulg'aymoqda. Osmon palak sababsiz o'ldirilganlarning ohi bilan to'lmoqda. Eqiyotgan qon yer yuzini daryoga aylantirmoqda. Amaliyotda insonning ichki dunyosiga nafsi shaytonning qarorgohiga aylanib qolgan barliq qurollar u yerdan yurakka qartilgan bo'lib, qalbga u yerdan to'xtamay o'q etilyotidi. U insonning qalbidagi muhabbat obidasini vayron qilib, o'zaro hurmat, ishonch va tinchlik universitetlarini vayron qilib, oqibat insonni inson bo'lishdan chiqarib yirtqish maxluqqa aylantirib qo'ydi. Shayton ichki dunyoyimizda qo'liga pichoq olgan 7 yoshli yalmovuzga o'xshash aylanib yuryotidi. Fazilatga oid barliq narsalarni o'ltirib qinini ichiyotidi. Biz hozir madaniyatni parvarish qilishning o'rniga shaytonni qon bilan beqiyotimiz. Bizdagi o'chmanlik, dushmanlik tuyg'usi va hasadxo'rlikni kuchaytiradigan shayton bizdan doim qurbonlik talab qiladi. Chunki u bu hissiyotlarni bizga iloh sifatida tunishtirmoqda. Quloqlarimizga bu ilohlarning qurbonlik talab qilayotganligini pichirlamoqda. Natijada ichimizga o'chmanlik va adovat ilohiy talab qilgan qurbonlik yana boshqa bir insonning jini bo'lmoqda. O'chmanlik va adovat ilohiy shaytondan oldi bilan irodamizni qurbon qilishni talab qiladi. Shuning bilan bizga u irodasini tortib olgan kishiga har qanday ishni qildirg'ul bo'lganligini obdan biladi. 4. Agar bir mo'min yana bir mo'minni savallik bilan o'ltirsa jazosi nima? 1. U bir qulni ozod qiladi. 2. U o'lgichining oilasidagilarga xun haqqi beradi. Nisa surasi 92-oyat. Savallik bilan odam o'ldirishning bu dunyo jazosi bor, ammo oxirat jazosi yo'q. Demak, oxiratda mu jazo berilishi uchun qasddan odam o'ldirish niyati bo'lishi kerak. O'lgushining oilasidagilarning xun haqqini olmaslik huquqi bor. Nisa surasi 92-oyat. 4. Agar o'ldirilgan mo'min dushman xalqidan bo'lsa, hukmi qandoq? Agar xatolik bilan o'ldirilgan odam dushman xalqdan, ammo mo'min kishilardan bo'lsa, qotil mo'min bir qul ozod qilishi kerak. Nisa surasi 29-oyat. 6. Agar o'ldirilgan kishi o'zaro kelishim tuzilgan xalqdan bo'lsa, hukmi nima? Bu xil ahvolda uning oilasidagilarga cho'qim xun puli berilishi, jazman bir qul ozod qilinishi kerak. Nisa surasi 92-oyat. Qul ozod qilish va xun haqqi to'lash imkoniyati bo'lmagan kishi Allohga tövbe qiladi va tövbesini qabul qilinish uchun uda 2 oy ro'za tutadi. Shunga diqqat qilaylikki, oxirgi 3 tur savallik bilan maydon kelgan o'lim voqealariga munosabatli jazo bo'lib, bu temaning mushundaq inchga bayon qilinishligi sabab jazoning jinoyatdan qo'l o'zguzish kuchidan foydalanib yashash huquqining naqadar muhim va eng asosiy huquq ekanligini ta'kidlashdir. İçimizki şeytan bizning kishilarni o'ldirishga ilhomlantirish uchun nafslarimizda o'z bazasini quradi. Buningga qarshi turish uchun biz kishilarni tarbiyalab, ularning qalbida boshqalarga bo'lgan muhabbat va hurmat obillarini barpo qilishimiz, muhimi asliga keltirishimiz kerak. Biz cho'qim aql bilan qalb o'ttirsiga qotillarni ochiq tutishimiz kerak. İnsaniyat osmonini qoplab turgan bu jahiliyat bulutini yo'qotish uchun jazman bilim darxini sug'urishimiz va obdan parvish qilishimiz lozim. Nodonligimiz, bilimimizning kamligi va irodamizning qat'iy bo'lolmasligi qatorliq omillar shaytonning ishini osonlashtirdi. Shunga bizdagi so'lg'an muhabbat gullari iymon va bilim deb atalgan rahim shafqat tomchilariga tashna. Hozir ichimizdagi aql, muhabbat va hurmatga bo'lgan cho'nqir sig'inish faryodini tinchitadigan payt yetib keldi. Agar biz ma'rifimiz bilan bu fazilatga hayotlik kuch bermasak, bu bizning yashash huquqimizni yana davomli dafsan qilganligimizni bildirdi. Agar oldin ilish tadbirlari qo'llanilmasa, biz bir sinfda hatto bir partada o'qiyotgan yoshlarning bir-biriga pichoq tiqishiga, bir-birining beshini yerishiga, bir-birini o'ldirishiga yana nurg'un qitim shohid bo'lamiz. Zamonimizda insoniyat qon hidi sababidan muhabbat gullarini xush buruqini his qila olmaydigan, o'chmanlik va adovat sababidan bir-birini yaxshi ko'rmaydigan, shaxsiyatchilik tufaylidan bir-birini kechira olmaydigan bo'lib qoldi.
Ular aqlning nopuzini yo'qotib qo'yganlikdan o'zaro yarashib ap o'tolmaydigan bo'lib qoldi. Shunga aql quyoshi, bilim nuri insoniyatning bu qorong'u bulutini tarqitib o'tishi, behuda qon to'kilishini to'xtatishi va kishilik hayotning muhimligini to'nib yetishi kerak. 7. Tug'ilishdan burungi kishilik huquq. İnsanның yashash huquqini ana qursağida törilishgacha ilgari surish mumkin. O'simligi va hayvon yemakliklarini tarkib topgan sperma va tuxum deb atalgan törelme ilmlarida o'zi namoyon qilgan hayotlikning bu sarguzashtisi yashash huquqini bu törilishning muhimligidan oladi. Sperma bilan tuxumning uchrashishi oddiy biologik hodisa emas. Aksicha u ilohiy taqdirning mo'jizasining borliq kelishidagi yaratish hodisining namoyandasidan iborat. Ma'lum ma'nodan aytganda, sonini mo'ljalligilimi bo'lmaydigan spermaning daryoning eqishining aksicha uzib, ilohiy taqdir nishon qilib ko'rsatgan tuxumga yetish faoliyati amaliyotda yashash huquqiga erishish uchun ilib berilgan mo'jiza xarakterlik musobaqa hisoblanadi. Bu uchrashishdan keyin ulardan paydo bo'lgan inson avlodlariga qora qo'l uzatish ilohiy taqdirga qarshi chiqqanlik bo'ladi. Bu mezgilda bolaning jiniga zomin bo'lish qo'sh gunoh shakllantirdi. Birinchisi ilohiy taqdirning tamomlanishiga to'sqinlik qilish, ikkinchi insonning yashash huquqiga tajovuz qilish. Ilm-fan bizga u sirli hayotning tuxumning sperma orqali oziqlanishidan boshlanganligini aytadi. Hammaga qodir Alloh bizga o'zining kuch-qudratini bayon qilganda, onaning qursog'idagi yaratishni, ya'ni bu sirli hayotning qanday shakllanganligini mundaq eslatadi. Alloh sizlarni balyatqularda, ya'ni onanglarning qursog'idagi chig'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Al-Imron surasi 6-oyat. Hammaga qodir Alloh onaning qursog'ida amalga oshirgan bu yaratilish hodisasi intayin muhim bo'lib, bu jarayon Allohni tunishtirishda ishlatiladi. Bu oyatda tasvir, ya'ni shakl kirgizish uqumi mavjud. Bu shakllantirish insonning psixika va biologiyalik qurilmasining tamponligi ham badiiy tarafini ifodalaydi. Xuddi intayin qimmatli san'at asarini yo'qotish insoniyat madaniyatiga ziyon yetkazganlik bo'lgandek. Bu ilohiy san'at asarining hayotini onasining qursog'idagi vaqtida oxirlashtirishmi ilohiy madaniyat va taqdiriga shundoq ziyon yetkazishdan derak berdi. Uning ustiga inson ijod qilgan san'at asri jonliq emas. Ammo ilohiy san'at asri, ya'ni inson bo'lsa, jonga ega. Rahim uqumi rahimdilikdan kelgan bo'lib, ona rahimi balyatqu. Bu hukm bo'lsa, balyatquning ham issiq ham hayotga sohibxonlik qilganligidan bu ism bilan atalgan. Qur'onga asoslanganda rahim shafqat uqumi mehribonlik, kuyimchanlik va shafqatni ko'rsatadi. Aniqki, onaning qursog'idagi bolaning jiniga zomin bo'lish, u a'zo, ya'ni balyatqu berilgan rahim nomiga mos kelmaydi. U a'zo bolaning jiniga zomin bo'lmaslik, uning yashash huquqini tortib olmasligini ko'rsatadi. Acaba o'zini qo'g'day olmaydigan va faqat onasining rahim shafqat ma'nosini bildiradigan balyatqusining homiyligiga erishgan homilaning hayotini oxirlashtirish qotillik emasmi? Insonlarga bo'lgan zulmi dal mush yerdan boshlandi. Shaksizki, hammaga qodir Alloh bolalarning tug'ilishdan burun o'ldirilishini xohlamaydi. Bu sababdan u mazkur qilmishni ifodalaganda o'ldirish, ya'ni qotillik hukmini qo'llangan. Kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ldirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ldirish haqiqatan cho'ng jinoyat va gunohdir. Isro surasi 31-oyat. Bu oyatda tug'ilishdan ilgari mazgildagi, ya'ni to'ralma holatdagi bola nazar tutilgan. Bu bir oyat, yana bir oyat tuvandikicha. Aytqinki, kelinglar, Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Nomratlikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ldirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nohaq odam o'ldirmanglar. Haqliq ravishda o'ldirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. An'am surasi 151-oyat. Allah bu oyatda haq huquqlarni tizib chiqqan bo'lib, bu haq huquqlar Allohning haqqi, ota-onalarning haqqi, bolalarning haqqi, yashash huquqi va jamiyatning huquqidan iborat. Bu oyatda diqqat tortilgan nuqta, bu oyat bolaning yashash huquqini cho'nglarning yashash huquqidan ayirib, uni ayrim huquq sifatida tilga olgan. 8. Tug'utdan ilgari oldin olish tadbirlarini qo'llansa bo'lamdi.
Balani tug'ib dunyoga keltirish muhim emas. Muhimi uni oliyjanob sharaflik odam qilib yetishtirish. Shunga bir odamning o'zi tarbiyalagudek sonda farzandlik bo'lishi muhim prinsip bo'lishi kerak. Homildor bo'lishdan ilgari qo'llanilgan tadbirlar dinda harom emas. Ammo bu tadbirlar ayollarning hayotiga ziyon yetkazmasligi shart. Bu sababdan balaning o'sib yetilish huquqi yashash huquqiga o'xshashda muhim hisoblanadi. Bizning balalar tug'ilgandan keyin bu hayot o'limdan battar deydigan hayotni ularga yashatish haqqimiz yo'q. 9. Tug'ilgandan keyingi kishilik haq-huquq. Hamid Qodir Alloh Qur'onda bola tug'ilgandan keyin har xil sabablar tufaylidan o'smir bolalarni o'ldiradigan kishilarning borligini, buning zulmni shakllantirganligini va bu qilmishdan yergilanish ekanligini bayon qilib, bu qilmishlarni sodir qilganlarning davrini jahiliyat davri deb tasvirlagan. Birinchi, Firavun ya'ni Isroil xalqining o'g'illarini o'ldirib, qizlarini saq qoldiratdi. U sehrgarlarning Musoning kelib o'zini taxtini ag'dirilganligi to'g'risidagi xabarga ishongashga, bu ziyonkashlikni qilyotdi. Bu sababdan Alloh uni zolim deb jakorladi. Ikkinchi, Payg'ambar alayhissalomning davrida arablarning qizlarini o'ldiratdi. Ular qizlarini o'zlari uchun ayib deb qarg'anlikdan o'ldiratdi. Qur'onning bir qancha oyatlarida tilg'ilingan bu rahimsiz qilmishning oxiratda so'roq qilinganligi aniq ta'kidlangan. Tirik ko'mitilgan qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ldirilding deb so'ralganda Takvir surasi 8-9 oyatlar. Bugun kunda bolalar ko'chalarga tariq qilingan ahvollar xilil mavjud. Ular egi chaqisiz qolganlikdan hayoti vayron bo'lmoqda. Aziz kitob anglag'uchi do'stlar, bu qitimliq o'qishimiz mushagich bo'ldi. Kelar qitimliq ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.